Assalomu alaykum do'stlar, salomatmisizlar? Janubiy Koreya, Inchon shahridamiz. Do'stlar, kim Saudiya, Dubay, Yevropa, O'zbekistonda istiqomat qilsa, ya'ni kimga qanaqa mashina talab kerak bo'lsa, aytinglar. Koreyadan birinchi qo'ldan sotib olib beramiz. Bunaqa CLSmi? Bunaqa CLS'dan ikkita bor hozir stoyankamizda. Idalchi Audi A6lar. Yashka Mercedeslar, ayniqsa tur firmasi bor odamlar uchun 3 ta stadiya bor. Xohlasangiz LPG da, ya'ni gaz, xohlasangiz dizel, xohlasangiz gibrid ham topib beramiz. Xullas, qanaqa mashinaga talab bo'lsa aytsanglar, hammasini yaxshi chiroyli narxlarda topib beramiz. Ayniqsa Yevropada vatandoshlar bo'lsa, aytinglar, yaxshi narxda, raqobatbardosh narxlarda chiroyli mashinalarni yuboramiz Yevropaga. Rastamashkasi 30% ta chiqqan edi. Hamma hujjatlarni cho'tka qilib yuboramiz, aytasizlar. CLS ga qiziqqanlar O'zbekistonda bo'lsa ham 2017-yil yangi vyupuskalari minimalniy probekdan topib beramiz. Xullas, aloqadamiz. Bunimiz minimalniy probek mavzu, lekin 151 da ekan, holati yaxshi. Aytasizlar, akalar, salomat bo'linglar.